3-chi bab. Hünərli qol, gühərli qol. Ata-bovalar nihoyat to'g'ri aytgan. Hünər ko'pkini yetkizadi, ko'pkini yetkizadi. Bir kuni Atxon bilan Baytumur paranglashib o'tirib, Baytumur mundaq bir gapni qildi. Tirikchilik o'lmay tuproqning sirtida yurish degan so'z ekan. Tirikchilik uchun bir tal pichoq bilan bir tal belaymoq, bir sandal bilan bir bolqimoq, bir ustur bilan bir kapluğuşmu kifoya qiladi ekan. Bu so'z Atxonning diqqatini tortib, ko'nglini yo'ritgandek bo'ldi. Hey, to'xtasla, dedi u Baytumirga yaqinroq kelib. Bu yerda sotirashliq umr oqamdi. Nima deganlari bu Atxon aka? Dedi Baytumir hayron bo'lgandek uningga kulib qarab. Sotirashliq degan hunarlarning eng no'chisi desizlar. Qaysi bir musulmon chasaqini oldirmaydi. Bu yerda texi uning bahosi yuqori. Mundaq desizlar. Atxon charlashgan ko'tmak saqilini tatilab o'ltirib xiyolga patdi. O Baytumir bilan birga turgan 10 kundan buyon bekorchilikda zerikkan edi. Akbarning uy ishlarini qilg'ash, andimida to'mirchilik ishlariga yordamlashganini hisobga olmaganda, ular bu uyda asosan tayyorga hayyor bo'ladigan bekor talablar edi. Bu hol Atxonni qattiq hijil qilib, tanqisliqda qo'yayotgan qiyin ishlarning birisi bo'lib qolgan edi. U bir necha qitim tamoq dastig'ini ustida o'zining hijilligini izhor qilib, ko'ngil sirlarini aytganda, Baytumir uningga nihoyat keng qo'rsaqlik bilan tasalli bergan edi. Hargiz undoq demasizlar Atxon aka. Tang yegan tanga sing'ar degan gap bor. Biz hammamiz musofir. Musofirchilikda ko'rmagan kunlarimiz yo'q. Men bu yo'lda nurg'un dardlarni tortgan. Hatto alamga xo'rliq chidamay tomlarga qo'shqardek uska vaqtlarimi bo'lgan. Lekin iroda bo'lsa hammani yengil bo'ladi ekan. Sizlar tortib bu dardlarni tugab ketadi. Dunyoda vaqtning o'tishi bilan saqaymaydigan yer yo'q. Hayotning ochiq-chuchkini yetkich tortib, o'ziga o'xshash musofir, yo'qsizlarning holiga yetishni insonlik burchi deb qaraydigan bu shafoatchi yigitning ta'sirli so'zlari garchi Atxonni hijillik azobidan oz-to'liq qutuldirgan bo'lsa-mu, lekin kashkichi bekor yetish uning nazarida odamning emas, balki hayvonning ishi edi. Shunga Atxon bu kunlarda uxlaydigan makondan, yeydigan oshdan g'am qilmasimi, ammo ko'nglining bir yerlarida hamon odamni qiynaydigan titliq va beoromlikdan xoli emas edi. Baya Baytumirning to'satdan aytgan tirikchilik to'g'risidagi heliq so'zi uning hamisha beoromlikda qiynalayotgan ko'ngliga xuddi shirin malhamdek yaqinlik tuyulib ketdi. U bir ishning yo'lini topgandek Baytumirga mundaq dedi. Men sotirashchilik qilib baqsam qandoq bo'larkan? Voy, siz bu hunarni bilamla. Atxon aka, bu oson ish emas. So'radi Baytumir hayron bo'lgan qiyofatda. Xuddi sizlar o'z vaqtida taxta mushuk yasashni o'rgangandek, men kichkimda bu hunarni oz-to'l o'rganib qo'ygan ukam. Dedi Atxon texmi ruhlanib. Boshqa kun tushganda bu maynat ishning jonga asqatadiganligini kim bilsin? Odam tirikchilik yo'lda har qanday ishni qilib bo'ladi Atxon aka. Dedi Baytumir uni ilhomlantirib. Rasululloh halollik bilan ishlab yashashni ummatlardan talab qildi ekan. Bir kuni sahobalar o'tirgan yerdan Rasululloh o'tib qopti. Hammaylar uningga hurmat bildirib salom beribdi. Lekin Rasululloh salomni ilik olmay ketibdi. Sahobalar bir-biriga qarashib ajablanib ketibdi. Keyin Rasululloh qaytishda sahobalar yana salom beribdi. Bu qitim Rasululloh salomni ilik olibdi. Bir sahoba uningdan hayron bo'lib so'rabdi. Janobi Rasululloh, boya salom qilsak ilik olmadingiz. Bu qitim ilik oldingiz. Buning sababi nima? Buning sababi debdi Rasululloh. Boya men o'tganda hammanglar osmonga qarab ang'iqib o'ltirib ekansizlar. Qaytishimda qarsam yerni jijab o'ltiribsizlar. Her halda qo'linglar ish ekan. Emgak, halollik mening yaxshi ko'rdiganim. Barakalloh.
yaxshi gap bo'ldi, Efkan, dedi Atxon ta'sirlanib. Lekin bu ishni uzoqdan beri qilmag'achqa qo'lim qaytib qoldi. Inshaalloh bir necha kun qilib baqsam asliga kelib qolarman. Albatta deganlardek bo'ladi, dedi Bagtumurmi xushal bo'lib. Menmo dastlab qassoblik qilganda qo'y o'shkilarning ish bag'ini pokis ola olmay, go'shini bo'g'ayotgan edim. Keyin asta-asta qo'lim kunib, nihoyat pokiz ham chaqqan qassob bo'lib ketdim. Mavut taqdim ishlarni demayla texe. Dastlab yasaganda ilg'ishni qattiq qilib qo'yib, chashqonlar nurg'u yemchikni yeb qo'ydi. Keyin bunamni ipini bilib oldim. Ish degan shundoq bo'ladi ekan. Ba'zida ko'z qo'rqadi ekan, ba'zida qo'l. Ammo belni ching bog'lab ishlaversa bir gap bo'ladi ekan. Sizning hunarga ko'p dasmi ketmaydi, aka. Nihoyat bir ustra, bir kaplug'ich, bir ivriq va bir o'rindiq bo'lsa bo'ladi. Men sizni haramning yanidagi bir yerga o'rinlashtiray. Bu savobli ishni qilib baqsizlar. Xudoyim rizqlarini kam berib qolsa ajab emas. Ular atsila ishqa tutish qildi. Bagtumur bozordan bir necha metr gazlimi elib, ko'rkam bir soyra yasadi. Eski tuskilarni sotadigan yerdan yulanchib bir o'rindiqni arzonli setib oldi. Eviriq uyda bor edi. Ustur bilan kaplug'ish Atxonning o'zidan chiqdi. Yo'lda lozim bo'lar deb Qashqardan elib olgan heliq sadab sopliq o'tkir ustura endi toza asqatadigan bo'ldi. Tayyorlik bitib, ikkinchi kuni Atxon Haram masjidining Umra darvozasi yanida sotrashchilik do'konini qurdi. Ali yeshil raxtlar bilan tikilgan ko'rkam soydan yiroqdan ko'zga tashlanib turadi. Atxon oldi bilan o'zining soqol burtlarini pokiz oldi. Yangi ko'ngligini kiyib, yanglarini jayniga yechtirdi. Ondan oppoq xas partuqni oldiga tortib, ustra, kaplug'ish va bir parcha yalanda sopinni o'rindiqning genidagi tosh ustiga tizib qo'yib, xaridor kutishga boshladi. Lekin ha degandila ish toza yurishib ketmadi. Bir kuni kechgacha optob qoqinib o'ltirib, aran ikki odamning chassaqilini oldi. Ikkinchi kuni 4ga, uchinchi kuni 7ga yetdi. Lekin ularning ko'pi atrofdagi tog' jilg'lardan kelgan namratlar bo'lg'ashqa, bir necha tiyin pulni qo'llari titrab turib chiqaradi. Atxon hargiz tamaxurlik, nafsi yomonlik qilmadi. Xaridor qancha pul desa, atag'anlarni bersinlar deb qo'l qo'shtirib turdi. Hatto ba'zilar pul o'rniga 2-3 tuxum, bir necha tal sayko'ktat, meva-chiva va 5-4 uchun gurish bug'doy bersimi, hashqonli deb oldi. Buninglik bilan hunarga soxtalik ishlatmadi. Munosabatda qo'pollik qilmadi. Balki xaridorlarning chassaqilni shundoq yumshoq o'g'lab, pokizlik bilan tujuplab yasadi. Burun quloqlaridagi yov tushlarini oldi. Ondan uchisini tutib, qo'lini silkib, barmoqlaridan qos chiqarib, shundoq yengil ham rohat qilib qo'ydi. Shuning bilan dili pok, tili yumshoq, sulkatlik bu odamning hunri va xislati to'g'risidagi yaxshi gaplar asta-asta eg'izdan eg'izga ko'chib, texini kuchayib va ranglanib, yiroq yaqinda bu odamning nomini chiqaribdi. Do'kon echib 2 hafta bo'la bo'lmay, uning xaridorlari xeyli yerlardan uni izlab keladigan bo'ldi. Va doimlik cho'pqatlarmi kundan-kunga ko'payishga boshladi. Endi Atxonga dastlabki kunlardagidek tiyinlab pul chiqaradigan namrat, gadayla emas, balki siqimlab pul tashlaydigan boy mo'tivarlarmi chas saqilni oldiradigan va uning bilan yaqinchilik qiladigan bo'lib qoldi. Akbar ba'zi kunlari Bagtumurning ishlari oldirash bo'lganda uningga yordamlashgandan boshqa ko'p vaqtini dadisiga hamroh bo'lib, Haram masjidining yanida o'tkazardi. Amaliyotda Akbar dadisiga arab tilini o'rgatgach, kelib ketayotgan xaridorlar o'tirsida tarjimonlik qiladi. Bir kuni Akbar Atxonga mundaq dedi: "Dada, endi men cho'ng bo'lib qoldim. Biror yerda ishlab pul topaymikin deyman. Bu yurt pul bo'lmasa odamning qadri bo'lmaydi ekan." "Voy, yaxshi gap-ku o'g'lim,"
dedi Atxan xushal bo'lib. O'g'il bola degan ishga o'zini urib turish kerak. Xo'sh, nada ishlab pul topqin kelyapti bolam? Bektemir akamning aytishicha, har Talbob degan bozorda cho'ng bir oshxona bor ekan, dedi Akbar tushuntirib. Shu yerga shogird oldi ekan. Shu yerda ishlasammi bo'ladi. Yana birisi Bektemir akam qassoblik qilib baqamsiya, jiq dasmoy ketmaydi. Kunda qulim pul ko'rib turadi da'vatidi. Qaysini qilishni bilmay qoldim. Sening fikringni anglayman dada. Atxan birdan o'ylanib qoldi. Uning qo'shilmasini turib, ko'zini xiyolan yumib, bir nuqtaga tikilib qolganligidan qaraganda, ko'nglida boshqa fikrlarning borligini ta'minlagani bo'ladi. Dunyoda oshpazlik bilan qassoblikdan yaxshi hunar yo'q o'g'lim, dedi u oxir beshini ko'tarib Akbarga qarab. Pul degan ularga saldak eqib kiradi, lekin oxir gadoylikda o'tadi. Oshpaz bilan qassobdan boy chiqmaydi. Nemishqa damsan? Shuning uchunki oshpaz har kunlik rizqini yunda o'rikiga to'kadi. Hayron bo'lma. Ular hamisha bir kun osh solgan osh suyini shu kuni kechdi yunda o'rikiga to'kadi. Yana texi ba'zida bilib bilmay paskini qo'li bilan ximirga, o'choq beshiga tutish qilib qoladi. Mana bu ularning rizqini yeb ketadigan ishlar. Endi qassob bo'lsa xunxo'r. Ular bo'g'az mollarni, yeshiga yetmagan paxlallarni rahimsizlik bilan so'yib yetadi. Qur'onda aytilishicha, har qanday o'tchib, gul-giyohlar zamin tahtidan tuproq yerib chiqqanda, men bu dunyoning yo'rug'ligini ko'ray, uning rohatidan bahramand bo'lay deb iymon eltib chiqadi. Qo'yning qornidagi qo'zimi yo'ruq dunyoga tushib, u yerning go'zal qo'ynida yayrab o'lsam rozi deb iymon keltirib tug'ilishni orzu qiladi. Lekin qassob bo'lsa, uni onaning qornida tug'izib bo'g'izlaydi. Mana bu qattiq gunoh. Yana birisi Qur'onda bir qassob umrida 10 ming qo'y bo'g'izsiz bo'ldi deb ko'rsatilgan. Lekin ba'zilar uningdan nechasi ko'p o'ltirdi. Buning bilan xunxo'rlik chekidan eshib ketdi bolam. Dadasining amr ma'rufga keltirib aytgan yo'lliq so'zlari Akbarni qoyil qilib qo'ydi. Lekin uning nada bo'lmasin ishlash niyati bor edi. Ishlab halol qon teri bilan pul tepib, dadasining oldida o'g'illik burchini ado qilishni o'ylaydi. "Amsa qanday qilaman, dada?" dedi u oxir tip bo'lgan holda beqarorlikda. "Umi bo'lmasa, bumi bo'lmasa, zodi nimish qilsam bo'ladi? Yana bir oz sabr qilib tur, bolam," dedi Atxan uning ko'nglini tinchitib. "Mening bir cho'p qitim bor. Her payshanba kuni chasaqal yasatqili keladi. Bash yerisi ochiq ekan. Mazifi kang odamda qiladi. Anglasam u odamning mushu atrofda bir oltin dukkani bor ekan. Yana bir xishpushish xumdimi bor ekan. Shuning bilan so'zlashib boqayli. O'ptaroq yo'l ko'rsatsa ajab emas. Yerlik odamlar ishning epijipini biladi." Akbar dadasining fikriga ko'ndi. Yana 3 kundan keyin o odam kelsa, o'zini ko'rishib, ahvollashib beqishni ko'ngliga pukib qo'ydi. Anglayotganinglar, beli qutordan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Atxan heliqi dukkandorni yiroqdan ko'rib tanidi. O yo'lning neri qasnaqidagi oltin dukkanning oldiga qo'yilgan karvat ustida bir necha tonishlari bilan paranglashib o'tiradi. Ularning ba'zilari salla o'rgan, ba'zilari ko'piya ortib, ustini qora eqol bilan bosirib olgan edi. Ularning orasidagi beshiga mashhur salla o'rgan, ustiga esin raxt tikilgan, navat rang rido yepingan salobatlik birisi durdu qapliq yostiqi yo'langinicha chilim tortib o'ltiradi. Cho'rilariga naqsh uyalgan 1 metr egizlikdagi ko'mish chilim uningdan 2 qadam nerda tutab turadi. Chilimning kichik bolaning beligidek to'm va uzun naychisi uning genida xuddi yilondek tugilib so'ylab yotadi. Uning chilimni damma-dam tortib, ichiga to'shgan
ko'kish isni og'zi burnidan tangli purqitib chiqarishiga va semiz gavdasini yostiqqa tashlab kerilib yetishiga qaraganda rohatlik turmushdan toza huzurlanayotganligini ko'rgili bo'ladi. Bir chaqda otxonga tunish heliqi odam karavotdan qo'zg'aldi va yo'lni kesib o'tib otxonga qarab kelishga boshladi. Bu chaqda otxon bir xaridorni amdili yo'lga silib, yerga tushgan chasaqal qarindilarini tozlayotdi. Bu kuni cho'pqat bir besib, ikki besib otxonning oldiga keldi. U egiz bo'y, kang qo'lliq, qora mutuq, bashirsi ochiq, gijik soqol arab edi. Onun yüzüdeki qora cho'qurni hisobga olmaganda xeyli kelishgan sumbatliq odam deyishga bo'ladi. Bu odam huchsiga shoyi kiyim, uning ustiga zari kalvutundan jiyak tutilgan rida, putiga so'ngsiz xurum tallik kiyib, xeyli puzur yasinib olgan edi. Uning ismi Abu Lahab bo'lib, Makkadagi xeyli holliq kishilardan edi. Onun Hindistonliklar ko'prik o'rinlashgan Jodri degan bozorda oltin bezak sotadigan bir do'koni bo'lgandan boshqa Makkaning atrofidagi Marru Zahran degan yerda cho'ng bir xish pishirish xumdiri bor edi. U otxonga bir necha qitim chasaqal oldirib, bu odamning pokiz, siniq hunarini, xom qaymoqdek yo'qishliq mijozini yoqtirib qolgan edi. "Qanday ustam, yurtimizga ustaxonar tushib qelyapamdi?" so'radi Abu Lahab salomlashib bo'lgandan keyin. Bu kunlarda otxon arabchini xeyli obdan o'rganib qolgan bo'lsa-mu, lekin anglashga usta, so'zlashga naqis edi. Talaffuzi toza durust bo'lmag'achqa duduqlab kekashlab qoladi. Shunga Akbar o'tirda tilmochilik qiladi. "Xudoga shukr taqsir", dedi otxon uni o'rindiqqa taklif qilib. "Avli Xudo, ondan qolsa bu maishatlik yurtning g'amxoni bo'lgan har birlaridek yaxshi odamlarning soyasida bu yurtmo tug'ilgan tuproqdek issiq ko'ringan bo'lib qoldi. Yurtga ketolmay, bu yerga kelganlarga pushaymon qilib qolmaganlar?" Abu Lahab xuddi uni sinamoqchi bo'lgandek bu savolni qo'ydi. "Yo'qsa, pushaymon qilish biz taqvodor musulmonlarning dili emas taqsir. Bu yer muqaddas yer", dedi otxon ko'nglidagini ochiq aytib. "Lekin har qanday bir vijdonli odamning kindiqini to'kilgan tuproqqa muhabbati bo'ladi. Fikrmo bir muhabbatdan xoli emas." "Barakalloh, barakalloh", dedi Abu Lahab qoyil bo'lib. "Ustam to'g'ri aytdilar. Har bir kishining tug'ilib o'sgan shahar va mamlakati shu kishining vatani deyiladi. Har kim tug'ilgan, o'sgan yerni jondan ortiq suyadi. O'z yurtidan, vatandan ayrilib boshqa yerlarga borsa, o'z yerdigiga o'xshash rohat farog'atda yashay olmaydi. Maishti har qancha to'liq bo'lsa-mu, lekin ko'nglining bir yerida o'z vatanining muhabbati yashaydi. Biz arablar mush qaqasdoq issiq cho'l jaziralarni jinimizdan ortiq so'ygunimizga o'xshash. Habashlarmo payonsiz sahroyi kabirni, Misrliklar Nil bo'yidagi sosliq qo'mushliqlarni boshqa yerdan ziyoda suydi. Agar so'ymagan bo'lsa, ular allaqachon havosi yaxshi, tirikchilik qilish osonroq yerlarga ko'chib ketib, vatanligini tashlab o'tgan bo'ladi. Lekin biz tug'ilgan yurtimizdan uzunga kessak, bizni tartib keltiradigan kuch-quvvat o'z vatanimizning, ona tuproqning mehr muhabbati. Bundaq mehr muhabbat muqaddas va abadiy bo'ladi. Akbar bu mehr issiq, notiq odamning og'ziga qaragancha turib qoldi. Abu Lahabning ma'nilik, ta'sirli so'zlari uning pul tepish yo'lida hammani unutgan. Bag'ri qattiq, nafsoniyatchi tijoratchi emas, balki hayotini, odamlarni o'tdan tushunadigan, kishining holiga yetishni biladigan uqumushliq, bilimi keng, farosatli odam ekanligini ko'rsatib turadi. Uning yurt vatan to'g'risidagi so'zlari Akbarning ko'ngliga bakmi yoqdi. Akbarning yuragidagi dardlarni qaytib tirnalgandek, uning vujudini yana bir qitim larzaga soldi. Akbar xiyolga ketdi.
xiyoli yurtga ketdi. Bu günlerde yurtda bağlar qarang'ulashib, tunji kakkuk navosi anglangan vaqtlar edi. Akbarning ko'z oldida oq, qizil, seriq, binafsh chechaklarga to'lgan bog'lar, yap-yeshil jala chiqarishga boshlagan sumbul notalar, qat-qat echilgan bahor gullari rang-barang bo'lib ko'rinishga boshladi. Dimiqiga achchiq-chuchuk g'o'ri bilan atir gullarining xushbo'y hidi urilgandek bo'lib, vujudini bir xil mast xushlik qarmab oldi. O mast xushalda o'z-o'ziga pichirladi. Mana, bu günler yurtning toza bahor vaqti. Ey bahor, u yerda hamma narsa sen bilan jonlanib, go'zallashib, jiniy hayotliq sen elib kelgan ko'rkam, illiq turmush zo'qini suradi. Bizning o güzel zemin qahramonlarining, ulug' ajdodlarining muqaddas zemini. Ash pak tuproqda o'sib yetilganlarning yaxshilari xuddi gulning sarxil gul orasida, erning sarxil el orasida degandek, ash tuproq bilan birga yashayotdi. Biz-chu ba'ayni chashqi tushgan kepakdek xoliga yerda to'zib, sarson bo'lib yurimiz. Akbarning sukutga cho'mgan o'ychan, g'amkin chiroyi Abu Lahabning diqqatini tortdi. U bayla ko'zlari o'tkir, gaplari chechan, qarashlari muloyim bu bolaga o'z o'g'lidek amriq bo'lib ketgan edi. Akbar, jimib ketding-ku, yurtni aslab qolding-ku deyman, dedi u Akbarning ko'ngligini sezgandek. Xudo xolisa kunlarning birida yurtingga ketsan. Qachon? Aldirab huduq surdi Akbar. Qachon ketaman? Abu Lahab mehribonlik bilan uning beshini siladi va kulib turib mundaq dedi. Xudo xolisa dedim-ku. Xudo o'z bandalarining orzusini hargiz yerda qo'ymaydi. Dunyoda oyog'i chiqmas ish yo'q. Bugun yo'linglar etilgan bo'lsa, ertadan echilmaydi deb kim ayta oladi? Vaqt hamma ishni o'z yo'lida hal qiladigan odil hukmron. Akbarning ko'ngli vallada yo'rg'andek bo'ldi. Abu Lahabning so'zlari uningga ishonch va umid bag'ishlagan edi. Atxon Abu Lahabning bo'yniga partuq tortdi. Beshiga suv temitib, chechini ovladi. Chash raso yumshagandan keyin sopun surib, usturi bilan qaradi. Chash elinib bo'lgandan keyin soqol burtiga mag'zab surkab, chiroyli yasashga boshladi. Dal shu chaqda ularning yenida varang-churun ko'tarilib ketdi. Atxondan 5-6 qadam nariga bir xasfida uchisiga oq yaktak, beshiga yeshil shoyi do'ppa, putiga qo'ng'iltoq kalash kiyib olgan Musa Danqan yaqindan beri mush yerda yoymi echib, ayoli Osiya xonim kech kunduz qo'li bilan tapchib tikkan oq do'ppalarni setib o'ltiradi. Yaqindan buyon bu odamning taq-turqi xeyli o'zgarib ketgan. Soqoli uzun o'sib, yodonquloqdan qonshiri tiklashib, ko'zlari o'ltirishib, ozg'in bir bo'vayga aylanib qolgan edi. Baya uning oldiga ikki xaridor keldi. Har ikkisi 20 necha yoshlik banglash yigitlar edi. Ular birdan ikki do'ppini erib 10 riyallik kona yirtiq bir pulni berdi. Musa Danqan pulni qo'liga elib qarab, necha yerdan yemlangan bu rap-rap pulni boshqa yerga xajlayolmaydiganligiga ko'zi yetdi. Uning ustiga o'tihi 6 riyal qaytirib berish kerak edi. Yaxshiroq pul beringlar fikrlarim, dedi Musa Danqan ikki yigitga yelimgandek qiyofatda. Men bu pulni xajlayolmayman. Agar bundan boshqa pulinglar bo'lmasa, do'ppini kiyib ketib, pulni keyin tashlab bersanglarmi bo'ladi? Men sizlarga ishonaman. Nima? Ikki yigit uningga tangli hurpaydi. Sen texe bu yerga kelib qo'rsqon tuyib, endi Saudining pulni ko'zingga ilmaydigan olg'a yetdingmi? Bilib qo'y. Bu degan podshoning sir tushirilgan ulug' pulchimi? Yo'qsa, fikrlarim yo'qsa, dedi Musa Danqan qo'rqib ketib. Ko'zga ilmaydigan ish yo'q. Men faqat yaxshiroq pul beringlar dedim. Buni xajlayolmasam menga o'g'il bo'ladi. Bu pul yomonmi-ka? Dedi yigitlar o'shtamlik bilan Musa Danqanning ko'ziga kirib elib. Dar yomon-ka?
Saudining pulni yomon deyishga qandoq tiling bor desini? Ular yo'q yerdan putoq chiqarib yo'lsizlik qilib atadi. Musodan qon qo'rqib ketdi. Ko'zlari aloq-jaloq bo'lib, og'zi gapga kelmay qoldi. Varang-churungni anglab odamlar yig'ilishga boshladi. Shu chaqda Baytumurmu bu yerga kelib qoldi. U haram masjidida namoz o'qigach, otxonni yo'qlab kelgan edi. U ahvolni uqqandan keyin heliq ikki yigitga siliq sipoyilik bilan mundoq dedi. Yigitlar, sizlar do'pini kiyib ketaveringlar. Bu hojiga pulni men berib qo'yay. Bu gapni anglagan ikki arab yigiti texmi chichangishib ketdi. Hey Harji, sen texi biz olgan molga pul to'lab qo'ymoqchimi? Sen kelgandan qo'ldik pul, na'ning puli bilamsa? U degan ulug' Saudining puli. Sen kelgandan pul emas bu. Lekin Baytumur bo'sh kelmadi. Ko'pirkini terib oldiga chiqdi. Saudining puli bo'lsin bo'pti. Men bu pulni o'g'irlamadim. Balki Saudiga ishlab, halol tarim bilan topdim. Nima ishlading? Bizning zamin ishlagansa? Ikki yigit barg'an sira osonlik qilishga, kamsitishga boshladi. Hey Harji, kimsini chillab ketdi? Kimsining ishiga muhtojga? Baytumurning qattiq xo'rliqi keldi. Alamdan put-qo'li titrab, ko'z oldi qorong'ulashib ketdi. Bu dunyo garchi hamma odam kamoliga yetib, to'qli tal bo'lgan mukammal dunyo bo'lmasa-mu, lekin bu dunyoga inson bo'lib turalgan har qanday odam o'zini behuda xo'rlagan, kamsitganlarni zodi yoqtirmaydi. Baytumurning ochiqi tuvidan qopdi. Heliqi ikki yigitni asabiylashdi. Ular qarish tarafni bez tushmagichi bo'ldi qilmaydigandek mag'rur qiyofatda g'odib turadi. Agar mushbet ketaversa, Baytumur bilan bu ikkisi bir qatas elishib qoladigandek qiladi. Shu chaqda butun ahvolni bayotdan beri kuzatib turgan Abu Lahab lekkida o'rnidan turdi-da, bo'ynidagi partuxni elib atmay, soqol burtining yerini yasalgan, yerini yasalmagan holda ularning yeniga keldi. Va heliqi ikki arab yigitga qarab zarba bilan to'ladi. Harji bo'lsin bo'pti. Ularni senga o'xshash odam, senga o'xshash musulmon. Lekin senlarda kichikmi odamiylik, musulmonlik hislat yo'q ekan. Sen bularga pulni bekorga berib atamsan? Besham kevaga nima? Bilsang oxir musulmonning qon tari. Sen dexe Saudining pulni pesh qilib, bu musofirlarning ko'nglini og'ritding. Bilsang bu ay bu kunlarda Saudi podshohining odillik tufayli Arabiston ziminida yashayotgan barliq musulmonlarning beshta islom bayrog'i javlon qilib, ularga boshpanoh bo'lib atadi. Ularning bu sanlarga o'xshash yashash, ishlash huquqi bor. Abu Lahabning so'zi atrofga qarab turgan boshqalarga ta'sir qildi. Ular bir ikki yig'ildan luqma silib, heliqi ikki yigitni ayiblagan bo'lishdi. Shunga ularmo boyqa alfozidan yenib pastgo'yga tushdi. Agar atrofdagi jamoat fikri o'zlariga foydasiz bo'lmagan bo'lsa, ular Abu Lahab bilan zakollashib bu yerni beshiga kiyishdan yanmaydi. Ular beshidagi do'ppini elib Musodan qonga berdi. Va heliqi 10 riyollik rap-rap pulni yanchiqiga silib, bu yerdan g'ippida tikevatdi. Abu Lahab joyiga qaytib, otxonga chala qolgan soqolini yostishga boshladi. Va heliqi ikki dangash yigitdan ranjib mundoq dedi. Qaramamla ustam, bu bolalarning yugansiz, noinsof bo'lib ketganini. Ular haqiqatan uchishni bilib, tushishni bilmaydi. Hamma yerda valoqshib, gidiyib yuradi. Ular mundoq ketaversa, cho'qim falokatga yo'liqadi. Alloh taolo inson bolasiga balo qazo berishdan avval kibr beradi. O kibr bilan toza gidaygan chog'da onda balo qazo beradi. Aslida kibr odam bolasiga emas, shaytonga xos narsa. Abu Lahabning bugungi so'zi va ishi otxong'imi, Akbargami cho'nqur ta'sir qildi. Ularning qalbida bu odamning nomi va hissati cho'nqur o'rnab, yuksak bir aqida bo'lib shakllandi. Abu Lahab chas soqolni oldirib turib qaytadigan chaqda: "Men sizlarni ati jumadan keyin uyga taklif qilaman", dedi chin ko'nglidan chiqarib. "Choy-poy ichib, g'izolanib kelinglar.
Akbarga o'g'lim Harisni tunishtirib qo'yay, do'st bo'lib qolsin. Atxon takalluf qilib o'tirmadi. Xushallik bilan taklifini qabul qildi. Akbarni xushal bo'ldi. U o'ziga yangi bir do'stning tepiladiganligidan xushal edi. Anglayotganinglar Beli Qutoridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Abu Lahabning uyi ozoda ham ko'rkam edi. Mehmonxonasida Livanning xushpuroq shamshodidan yasalgan esil bir shira bor edi. Shiraning ustida ajdaho suratli bir loq bilan bir kumush shamdan turardi. Shamdanda kuyayotgan 5 dal sham atrofga anbar purqini taratmoqda edi. Mehmonxonaning maxmal parda tortilgan derazalari issiq bilan toshidan saqlanish uchun yem etib etilgan edi. Abu Lahab uyning to'riga qo'yilgan karvatda 4 chasa yo'g'on tagiga yonboshlig'icha kitob ko'rib o'tirardi. Chashlari jingil, salpon quloq, qop-qora bir habash mehmonxonaning bo'sug'isida turib xabar qildi. "Xo'jayin, mehmon keldi." Dilqut xazinasi. Abu Lahab ikki o'rindan turdi. Kitob bilan ko'zoynagini bir chetga qo'yib, xizmatkorga buyurdi. "Chaqqa boshlab kel. Mehmonxonaga kirsin." Xizmatkor chiqib ketdi. Abu Lahab adab yuzidan o'ylik kiyimining ustiga sarg'ush rangli yepak ridani ortib oldi. Mehmonxonaning bo'sug'isida Atxon bilan Akbar paydo bo'ldi. Ular qip-qizil zilchi gilamlar bilan bezalgan bu katta uyga qanday kirishini bilolmay tortinib turib qoldi. "Qani, marhamat, uyga kirsizlar," dedi Abu Lahab xushchiroy bilan ularni ichkiriga boshlab. Atxon putidagi ko'ni sandal kashni sirtqa silib, bismillah deb bo'sug'idan otladi. Akbar mo dadisiga o'xshash qilib, uning orqasidan ergashdi. Abu Lahab ularni tam bo'ylatib selingan tovar ko'rpalarning ustiga boshladi. Va to'da qushpiydan rastlangan bir yostiqni Atxonning yeniga qo'yib berib, "Ozod o'tirsizlar ustam, tartinmisizlar?" deb uning qo'rilib turgan ko'ngliga madad berdi. Shu orliqda mehmonxonaga Abu Lahabning o'g'li kirdi. Kiribla mehmonlar bilan adabli ko'rishdi. U xuddi dadisiga o'xshashla dilkash, peshonasi ochiq, xushchiroy ko'rinadi. Odamga qaragan ko'zlari muloyimlik bilan kulib turardi. Uning beshi va bo'yturqi Akbarga o'xshash degidek keladi. "Bu mening o'g'lim," deb tunishtirdi Abu Lahab. "Ismi Haris. Bu yil o'rta maktabni bitirdi. Xudo xolisa kelar yili Ummul Qura universitetiga imtihon bermoqchi. Inshaalloh peshonasi ochiq yigit ekan," dedi Atxon Harisni maqtab. "Yaxshi o'qib, olim bo'lg'ay." Dasturxon silinib choy tartildi. O'ttir yoshliq, o'ngi oq, ko'zlari yo'g'on, chashlari tardan namlashib, patli bo'lib ketgan bir ayol xizmatkor mehmonxona bilan oshxona o'ttirsida paypitak bo'lib ularni kutib o'tadi. Dasturxonga meva-cheva, qand gezaklar keltirildi. Kichik istakanlarga saylonning pinni aralashtirilgan xushpuroq chay qo'yildi. Orqadan arablarning ro'z salik, garish deydigan yerlik taomlari keltirildi. Atxon bilan Akbar taomlarni huzurlanib yedi. Yegandimi xeyli ko'p yeb, bir necha qitim rohatlanib kekirdi. Endi ular andi-muddi meva yegash ixtiyoriy parangga tushdi. Akbar bilan Haris tezli chiqishib, qadinas al-og'inlardan bo'lib qoldi. Abu Lahab Akbarning ahvolini so'radi. "O'g'ilni qanday qilay deylar ustam? O'qitish niyatlari yo'qmi?" "Yo'qsa taqsir," dedi Atxon tavazzu bilan. "Hozircha bizga tirikchilik muhim. O'g'il bola bo'lgandan biror yerda ishlab pul topsinmikin deyman." "O'g'o, shundoq," dedi Abu Lahab xiyolchan holda.
tuproq ustida yashayotgan odam uchun pul bo'lmasa bo'lmaydi. Lekin bu dunyo turadigan yer emas. Hamma odam ketadi. Oxirat uning mangulik joyi. O'z ehtiyojidan ortiq mol dunyo kishiga vafo qilmaydi. Qiyomat kuni odam shu mol dunyo sababidan do'zaxga ketadi. Ammo bilim undaq emas. U qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Dunyoning maxfiy ilmlari bakchiq. Biz insonlar bak ojiz yaratilganmiz. Bizning dunyoning hamma haqiqatlarini tushungida qobiliyatimiz yo'q. Bir odam ömür bo'yi o'qisimi, yana dunyodagi ilm hikmatlar tugamaydi. Dunyoning haqiqatini tushunishda ömrimiz, tadqiq qilib tepishga aqlimiz yetishmaydi. Ammo odam bolasi buningga intilishi, tirishish kerak. To'g'ri aytila taqsir, dedi Atxon ta'sirlanib. Odamning qo'lidagi mol dunyo badxajlik bilan tugaydi. O'g'ri elib tugaydi. Lekin odamning ichidagi bilim hikmatni hech qanday qilib yo'qotqili bo'lmaydi. Uning nuri shu odamning o'zining emas, boshqalarning qalbini yo'rtadi. Barakalloh, ko'nglimdagi gapni qildilar, dedi Abu Lahab va qo'lidagi post so'yilgan banonni Atxonga berib etib davom qildi. Jaholat odamni nodon qiladi. Nodonlik odamni xor va qul qiladi. Xorliqda, qulluqda yashagan odamlarning vatani bo'lmaydi. Tariximi bo'lmaydi. Mening uyimda 2 qul bor. Har ikkisini sizlar ko'rdinglar. Biz qullarning erlarini qul, ayollarini ama deymiz. Baya bizga dasturxon selib choy qo'ygan oshi amaning ismi Umu Hakim. O'zi Yamanlik arab. Men uni 10 yil burun shu yerdan setib olgan. Ava er qulning ismi Nufal. Afrikadan setib elib kelingan Habash. Men uni 7 yil burun Makkadagi qul bozordan setib olgan. O'tgan yili bizning martabalik, adolatlik podshohimiz Abdul Aziz qullarni ozod qilish to'g'risida farmon chiqardi. Ba'zi qullari ko'p baylar bu farmonga bo'yin to'lg'idi. Bu chaqda Abdul Aziz podshoh Xudo yo'lida savob izlab qullaringlarni ozod qilinglar. Janobi haq insonlarning hammasini hur yaratgan. Har qanday insonning bu dunyoda erkin yashash huquqi bor. Agar qullaringlarni setib olgan pulni pesh qilib ozod qilmasanglar, pulni hukumat to'lab beradi. Eng muhimi Alloh yo'lida savoblik izdanglar deb butun davlat xalqiga murojaat qildi. Men podshohning farmonini anglabla qo'limdagi bu 2 qulni ozod qilmoqchi bo'ldim. O'z vaqtida Hijriya 10-yildagi Vido haj vaqtida payg'ambarimiz o'z qo'li bilan 63 qulni ozod qilib bizga bishorat bergan edi. Men bu ikkisini oldimga chaqirib ozod qilganligimni jakarlab yurtlariga qaytib ketish uchun yetarlik rasxot berdim. Lekin kutilmaganda ular pulni olg'ili unmay, mening oldimda tizlanib, o'zlarining davomli musholat turib qolishini, umr bo'yi menga sodiqlik bilan ishlashni talab qildi. Men har qancha qilibmi bularni o'z yurtlariga qaytishga ko'ndira olmadim. Oxir ular o'z ixtiyorliklari bilan yana turib qoldi. Bu ish menga qattiq ta'sir qildi. Men shu chaqdala yurt, vatan degan narsa faqat hur va imonli insonlarning uyi ekanligini, qulluqda, xorliqda yashagan va o'z tarixidan bexabar odamlarning yurt vatani bo'lmaydiganligini, bundaq odamlarning o'zlari tug'ilib o'sgan tuproq qadriga yetmaydiganligini his qildim. Keyin men muqaddas kitoblarning birida bundaq bir voqeaning bayon qilinganligini ko'rib, buning tegi-taktiga texmi cho'nqur yetdim. Zamanısida Musa payg'ambar o'z qavmini Misr fir'avnlari asoratidan ozod qilgan bo'lsa-mu, lekin ularga biror yerdan yurt vatan tutib bermay, dasht bayovallarda 40 yilgacha sarson, sargardon qilib qo'yibdi ekan. Musa payg'ambar nima uchun o'z qavmini 40 yil sargardon qildi? Nima uchun ular biror yerdan makon tutib, shu yerni vatan qilmadi? O'z qavmini 40 yillik jabo mushaqqatga giriftor qilgan Musa payg'ambarning maqsadi qulluq va xorliq zulmidan yurak qalbi zaxmlanib, dili qo'rqinchlik qutulgan, tili itoatga odatlangan nodon odamlarning dunyodan butunlay ko'z yumib, shul istibat o'g'isini ishmagan, qulluq eni yo'q ozod avlodlarning tug'ilishini kutishgan. Ani shundaq yangi hur va e'tiqodi pok avlod tavallud bo'lgandan keyinla Musa payg'ambar sargardonlikdan to'xtab o'zining yeng qavmiga yurt makon bergan ekan.
Abu Lahab so'zdan to'xtab, oldidagi suvib qolgan choydan bir ikki o'tladi va Otxonga qandoq aytganlarim to'g'rimi degandek ma'noda qarab qo'ydi. Otxon yumshoq yostiqqa jaynakliginicha chunqur xiyolga patgan edi. Abu Lahabning boyiq so'zlari uning yurak tarini chekdi. Xuddi yumshoq, iliq bir qo'ldek Otxonning ich bag'rini asta tirnalab, u aran-aran besib kelayotgan seg'inish o'tini yolqinjitibdi. Bu o't birdinla yog' chashqandek lovuldab ulg'ayib, uning butun vujudini ko'ydirishga, azoblashga boshladi. Necha vaqtdan beri Otxonda bundaq seg'inish va aslash tuyg'usi xeli ko'p bo'lgan bo'lsa, lekin bugungidek bundaq kuchli va ochiq bo'lmagan edi. Yıllarning o'tishi bilan u o'zining bu uydagi ikki quldek yurt makonini unutib, vatansiz holga tushib qolishini o'ylab cho'chib ketdi. Lekin Otxon bundaq bo'lishini tasavvurga sig'dira olmaydi. U hargizmo oshi namrat, lekin aziz, oshi qaloq, lekin mo'tvar tuproqning tarixini, muhabbatini unutib qolmaydi. Chunki Otxon o'zini beqib o'stirgan osh tuproq ne'matlarining har bir hujayrasida aritdab shehid bo'lgan talay ajdodlarning qutlug' qani mavjudligini, osh qondan opridi bo'lgan ulug' farzandlarning tangdoshsiz qudrat bilan bu tuproqning shon shuhratini jahonga yaygan saltanatlik iz tarixini yaxshi. Shunga uningdagi yurt vatan tuyg'usi bakni kuchli, sap va chunqur edi. Pak aqida bilan so'yib to'yingan bundoq muqaddas tuyg'uni hech qanday zamon, hech qanday orliq yo'q qilib etolmaydi. Balki u halol farzand yurgida abadil abad yashab qolaveradi. Chunki Otxonning nazaridagi yurt vatan, ona makon degan bu so'z qarmoqqa oddiy bo'lgani bilan u shu zamin, shu tuproq o'g'lonining yuragidagi poklik, vafodorlik, oliy janoblik hissiyoti bilan mangulikka chambarchas yo'g'rilib ketgan edi. Bundaq his tuyg'uni umr bo'yi qulluqda, xorliqda o'tib, hammani, hurlikni, odamlik qadrini, yurt makon muhabbatini unutib, faqat bir quruq kiyim bilan 3 vaqt tomoqni bergan egisini qutuldiruvchi Xudo deb biladigan umu hakim bilan Nufal hargiz tushunmaydi. Tushunishni xohlamaydi. Ammo Otxon bilan Akbar undaqa emas edi. Ular odatdagi kishilar zotini his qilolmaydigan, har qanday bir kuch bir-biridan ayirib etolmaydigan bundaq sirliq muqaddas tuyg'uni chin yurkidan qadrlaydi va shu tuyg'u bilan yashab kelishyapti. Mehmondorchilik xeyli uzoqqa so'zildi. Suhbatlarmo qizg'in va ma'nili bo'ldi. Ular shu uyda namoz shamni o'qigandan keyin qaytishga tamshaldi. O'zash oldida Abu Lahab Otxonga mundaq dedi: "Agar xolisa Akbar bizning xumdan dishlasin, emgak ig'roq bo'lsa-mu ustixonlar qotidi." Otxon darhol ma'qul bo'ldi. "Himmatlarga rahmat taqsir. Atil ishqi borsin. O'g'il bola degan qattiq yirik ish pishadi." Ular xo'shlashdi. Akbar bilan Haris tasda ayrilishdi. Nufal ularni Abu Lahabning chilon to'ruq ayg'ir qo'shilgan karru harvisida Bayt Umirning uyiga olib qo'ydi. Uxlashning oldida Akbar dadasidan bir ishni so'radi. Bu ish yaqindan beri uning kallasiga kirib olib, o'zi javob topolmay tip-tip bo'lib atgan ish edi. "Dada, men bir ishga hayron bo'ldim," dedi u Bayt Umirni uyg'otib etmaslik uchun ovozini past qilib. "Bu yerdagi xalqlar nima uchun tomoqdan keyin duo qilmaydi? Yeydig'ini yeb bo'lib, dasturxonni yig'ishtirib bo'ldi qildi ekan. Bugun mana shunday qildi." Otxon o'g'li qarab nasiga kelganda kulib qo'ydi. Bu savol uning kallasida xeyli burun paydo bo'lgan edi. U o'g'lining xeyli chechan, sazgur, ko'rgan bilganlar ustida kalla qotirdigan, ijtihotlik cho'ng bo'lib atganligidan ko'nglida xushal bo'ldi.
Bu ishqa sen diqqat qilsanda, yaxshi, dedi u Akbarning beshini silab turib. Menmo xeyli vaqtgacha sana o'xshash hayron bo'lib yurdim. Keyin chash oldirg'im kelgan bir o'lmadan so'radim. U kishi kulib ketib mundaq dedi. Tamoqni o'zing yedim. U faqat sana taalluq narsa. Uni o'zing yeb orqadan arvohlarga duo qilsang, bu duoying hargiz o'lganlarning ruhiga tegmaydi. Sizlarning yurti yana har payshanba kuni yog' purtib, arvoh ruhlarga ataydigan ish bor ekan. Bu muqamlashmagan ish. Yog'ni purtib, quymoqni o'zing yeb duoni boshqalarga qilsang qanday bo'ladi? Arvohlarga yog'ning purqi baramdi. Ularning ruhiga degandi. Ata-bola, urug' tuqqan do'st birodarlarning ruhiga faqat 3 narsa tegadi. Birisi Qur'on o'qib qilingan duo. Ikkinchisi arvohlar yo'lda berilgan o'shir zakot. Uchinchisi o'lib ketganlarning yaqin odamlarini yo'qlab, ularning holidan xabar olish. Buningdan boshqa qilingan har qanday duo tilovat o'lib ketganlarning ruhiga tegmaydi. Men bu gapni anglab qoyil bo'ldim. Demismi yeydiganni o'zimiz yeb, duoni ular qilsak, toza odillik bo'lmaydi ekan. Lekin doda, biz Alloh bergan maishatning hurmati, oldimizdagi dasturxonning izzati uchun duo qilamiz-da, dedi Akbar toza qoyil bo'lmay. Buning nari xato? O deganingmi to'g'ri balam, dedi Atxon o'g'lining so'zidagi salmoqni dangsan. Bizmi o'zimiz bilganini qilib turaylik. O'zing bilgan yo'lni otangga berma degan gap bor. Akbarni uyqu bosdi. U tatliq uyquga ketib o'tib, asta pichirladi. Shariatning 72 putqi bor degan shu. Har kim o'ziga yarasha fatvo chiqaradi. Beliqut shirkatida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Ahad Turdining Şinjan Yoshlar O'smirlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Sarson ruh nomli romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atga anglatishimizda davomli anglatamiz. Bu roman Şinjandagi har qaysi Xinhua kitobxonalarida sotiladi. Do'stlarning bu romanni sotib olib saqlab qo'yishini alohida tavsiya qilamiz.